Bugun men juda og'ir, lekin har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni tushuntiraman. Qarz sabab qariyalarni uyidan chiqarib yuborish holatlari. Bu faqat bitta odamning muammosi emas. Bugun qo'shningizda bo'lsa, ertaga qarindoshingizda. Undan keyin esa o'zingizning oilangizda paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa ota-onasining nomidagi uyga kredit, qarz, kafillik yoki garov aralashtirib yuborganlar bu videoni oxirigacha ko'rishi shart. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qachon uydan chiqarish qonuniy bo'lishi mumkin, qachon esa odamlarni qo'rqitib, aldab bosim o'tkazishadi. Eng muhimi keksa odamlar, pensionerlar, nogironligi bor shaxslar va ularning farzandlari nimalarni darhol qilish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p oila o'z uyini, huquqini va tinchligini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik qarzni tanish bilishdan olardi. Og'zaki kelishuv bo'lardi, oylik chiqqanda beraman, hosilni sotganda qaytaraman. Farzandim pul yuborsa to'layman degan gaplar bilan ish bitardi. Uy-joy masalasi qarzga kamroq aralashardi. Ko'p odam uyini garovga qo'yishdan qo'rqardi. Hujjat imzolashdan oldin mahalla qarindoshlar, oqsoqollar bilan maslahatlashardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Kredit tashkilotlari ko'paydi. Mikroqarzlar, onlayn qarzlar, plastik kartaga tushadigan mablag'lar, notarial shartnomalar, garov shartnomalari va kafilliklar ko'paydi. Bir qarashda hammasi oson. Pasport bor, karta bor, daromad bor yoki kafil topildi. Pul beriladi. Lekin ko'p odam eng muhim joyini tushunmaydi. Imzo qo'yilgan hujjat keyinchalik sudga, majburiy ijroga, mol-mulkni sotishga va hatto yashab turgan uydan chiqish talabiga olib kelishi mumkin. Eng xavfli holat shuki, ba'zi farzandlar o'z biznesi, mashinasi, qarzi yoki kreditini yopish uchun ota-onasining uyini garovga qo'yadi. Ota yoki ona esa bolamga yordam beray, 1-2 oyda yopadi. Bank uyimizni olmaydi deb o'ylaydi. Afsuski, agar hujjatlar uy garov sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, qarz qaytmasa, kreditor sud orqali garovni undirishi mumkin. Shunda masala bu yerda qariya yashaydi degan gap bilan avtomatik to'xtab qolmaydi. Albatta, qonunda himoya mexanizmlari bor, lekin ular o'z-o'zidan ishlamaydi. Odam o'z vaqtida e'tiroz bermasa, sudga bormasa, hujjat talab qilmasa, keyin kech bo'lishi mumkin. Men ko'p uchratadigan xatolardan biri, odamlar sud qarori chiqmaguncha bu ish jiddiy emas deb o'ylaydi. Aslida muammo birinchi ogohlantirish xati kelgan paytdan boshlanadi. Bank yoki qarz beruvchi qarzni to'lang, kechiktirilgan to'lov bor, garov mulkiga undiruv qaratiladi deb yozganda darhol harakat qilish kerak. Chunki sudga tushgandan keyin vaqt qisqaradi. Majburiy ijroga o'tgandan keyin esa ijrochi mulkni baholatish, savdoga chiqarish va chiqarish bo'yicha ish boshlashi mumkin. Birinchi qoida, qarz borligi odamni avtomatik ravishda uydan haydash degani emas. Kreditor kelib, eshikni taqillatib bugun chiqasan deyishga haqli emas. Hatto bank xodimi, kollektor, qarz egasi yoki boshqa shaxs qattiq gapirsa ham, sud qarorisiz va qonuniy tartibsiz hech kim odamni ko'chaga chiqarib yuborishi mumkin emas. Agar kimdir qo'rqitayotgan bo'lsa, bu alohida masala. Ichki ishlar organlariga, prokuraturaga, sudga murojaat qilish mumkin. Ikkinchi qoida, uy garovga qo'yilganmi yoki yo'qmi? Farqi juda katta. Agar qarz oddiy iste'mol krediti bo'lsa va uy garovga qo'yilmagan bo'lsa, kreditor odatda qarzdorning puliga, daromadiga, hisob raqamlariga yoki boshqa mol-mulkiga undiruv qaratishga harakat qiladi. Lekin uy garovda bo'lsa, qarz to'lanmasa, garovdagi uy asosiy xavf ostida qoladi. Shuning uchun har bir oila uy hujjatlarini tekshirishi kerak. Kadastr kimning nomida, garov shartnomasi bormi? Notarial rozilik berilganmi? Kim imzo qo'ygan, qarz miqdori qancha? 3-qoida. Kafil bo'lish ham oddiy, nomim turib tursin degani emas. Ko'p pensionerlar farzandi, kuyovi, jiyani uchun kafil bo'ladi. Keyin qarzdor to'lamaydi, bank kafilga murojaat qiladi. Kafil ham qarz uchun javobgar bo'lishi mumkin. Masalan, o'g'il 2 million so'm kredit oldi, ota kafil bo'ldi. O'g'il 3 oy to'ladi, keyin to'xtadi. Bank o'g'ilni ham, otani ham sudga berishi mumkin. Ota pulni men olmaganman desa ham, agar kafil sifatida imzo qo'ygan bo'lsa, javobgarlik kelib chiqadi. Shu sababli kafil bo'lishdan oldin odam kredit shartnomasini to'liq o'qishi, summani, foizni, jarimani va muddati buzilganda nimalar bo'lishini tushunishi kerak. 4-qoida. Qariyaning uyda yashashi muhim holat, lekin har doim ham mulkni undiruvdan to'liq himoya qilmaydi. Agar qariya uy egasi bo'lsa, uning roziligisiz kimdir uyni garovga qo'ya olmaydi. Lekin ba'zan qariya o'zi notariusga borib imzo qo'ygan bo'ladi. Keyin esa hujjat mazmunini tushunmaganini aytadi.
Bunday holatda ham umid bor. Agar aldash, majburlash, ruhiy bosim tushuntirmaslik, sog'lig'i sabab mazmunni anglamaslik kabi holatlar bo'lsa, shartnomani haqiqiy emas deb topish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin buning uchun dalil kerak. Tibbiy hujjatlar, guvohlar, yozishmalar, audio yoki video, notariusdagi jarayon bo'yicha ma'lumotlar. Eng avvalo uyini garovga qo'yganlar xavotir olishi kerak. Agar siz yoki ota-onangiz uy, yer uchastkasi, kvartira yoki hovlini kredit evaziga garovga qo'ygan bo'lsangiz, har bir to'lovni nazorat qiling. Farzandim to'layapti deb ishonib yuravermang. Bankdan qarzdorlik holati haqida yozma ma'lumot oling. Qancha asosiy qarz qolgan, qancha foiz, qancha jarima yig'ilganini biling. Chunki ba'zan farzand hammasi joyida deydi. Aslida esa 6 oy to'lov qilinmagan bo'ladi. Ikkinchi guruh kafil bo'lgan pensionerlar. Agar siz biror kreditga kafil bo'lgan bo'lsangiz, shartnoma nusxasini toping. Qarz oluvchi to'layaptimi yoki yo'qmi? Bankdan aniqlang. Kafil bo'lish qarz oluvchining yaxshi niyatiga bog'liq bo'lib qolmasligi kerak. Sizning pensiyangiz, omonatingiz, boshqa mulkingiz xavfga tushishi mumkin. Uchinchi guruh. Uy hujjati o'z nomida, lekin uyda farzandlar, kelin-kuyovlar yoki boshqa qarindoshlar yashaydigan qariyalar. Ayrim hollarda farzandlar ota-onasiga bildirmasdan yoki aldab hujjat tayyorlashga urinadi. Bu oddiy ro'yxatdan o'tkazish. Bu subsidiya uchun kerak. Bu kommunal hujjat deb imzo oldirish holatlari uchraydi. Hech qachon o'qimagan hujjatga imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, ishonchli, manfaatdor bo'lmagan odamdan o'qitib eshiting. Eng yaxshisi, hujjatni uyga olib kelib, advokat yoki yuridik maslahat markaziga ko'rsating. 4-guruh, qarzini qarz bilan yopayotgan oilalar. Masalan, 20 million so'm qarzni yopish uchun 35 million mikroqarz olinadi. Keyin uni yopish uchun yana boshqa qarz olinadi. Bu zanjir oxirida garov, kafil va sud bilan tugashi mumkin. Men bunday holatlarda eng birinchi qiladigan ishni aytaman. Barcha qarzlarni bir varaqda yozib chiqing. Kimdan olingan? Qancha olingan? Qancha qaytarilgan? Foizi qancha? Muddati qachon? Hujjat bormi? Odam qarz manzarasini ko'rmoqchi to'g'ri qaror qabul qila olmaydi. Agar sizning nomingizda uy bo'lsa, siz hech qanday garov shartnomasiga imzo qo'ymagan bo'lsangiz, kafil bo'lmagan bo'lsangiz va qarz sizning nomingizda bo'lmasa, kimdir sizni faqat qarindoshingizning qarzi uchun uydan chiqarib yuborishi odatda mumkin emas. Masalan, o'g'lingiz do'kondan qarz olib qaytarmagan bo'lsa, bu avtomatik ravishda sizning uyingizni olib qo'yish degani emas. Lekin ehtiyot bo'ling. Agar siz keyinchalik men to'lab beraman deb yozma majburiyat olsangiz yoki kafil bo'lib imzo qo'ysangiz, vaziyat o'zgaradi. Agar uy davlat yoki ijtimoiy uy-joy fondiga tegishli bo'lsa, xususiy mulkdagi uyga nisbatan qoidalar farq qilishi mumkin. Bunday holatda ijara shartnomasi, ro'yxatda turish, kommunal qarzdorlik, yashash huquqi kabi masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Har bir vaziyatda hujjat muhim. Og'zaki gap emas. Aynan hujjat. Birinchi misol. 72 yoshli ota o'g'lining yuk mashinasi olishiga yordam bermoqchi bo'ldi. Kredit summasi 1,8 million so'm uy garovga qo'yildi. O'g'il dastlab takin oy to'ladi. Keyin ishi yurishmadi. Bank qarzdorlik haqida xat yubordi, lekin ota bolam hal qiladi deb e'tibor bermadi. Bunday oy o'tgach, qarz, foiz va jarimalar bilan 2,3 million so'mga yaqinlashdi. Sud bo'ldi. Ota sud majlisiga bormadi. Chunki baribir bank bilan gaplashamiz deb o'yladi. Qaror chiqqach, majburiy ijro boshlandi. Mana shu yerda eng katta xato sud jarayoniga vaqtida qatnashmagan, qarzni qayta tuzish, muddat so'rash, jarimani kamaytirish, garovni sotmasdan to'lash rejasini taklif qilish imkoniyatlari kamaygan. Ikkinchi misol. Oltin takis yoshli ona qizining biznesi uchun kafil bo'ldi. Kredit 60 million so'm edi. Qiz savdo qilaman dedi, lekin bozorda zarar ko'rdi. Bank onaning pensiya kartasidan undiruv bo'lishi mumkinligini aytdi. Ona juda qo'rqib ketdi. Meni uyimdan chiqarishadimi deb so'radi. Bu yerda farq bor. Ona kafil, lekin uy garovda emas. Demak, uyga xavf darhol kelmasligi mumkin. Lekin kafil sifatida qarz bo'yicha javobgarlik bor. Bunday vaziyatda bank bilan yozma muzokara qilish, to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqish, sud bo'lsa e'tirozlar kiritish va qarzdor qizdan regress tartibida talab qilish masalalari ko'riladi. Uchinchi misol. Bir qariya ayolga kuyovi uyingizni vaqtincha nomimga o'tkazamiz. Keyin kredit olamiz. Hammasi siz uchun degan. Ayol hujjat mazmunini tushunmagan. Keyin uy sotilganini bilgan. Bunday holatda masala faqat qarz emas, balki mulkni aldov yo'li bilan o'tkazish bo'lishi mumkin. Darhol notarius hujjatlarini olish, kadastrdan ko'chirma olish, oldi sotdi yoki hadya shartnomasini tekshirish.
sudga da'vo kiritish va zarur bo'lsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ariza berish kerak. 4-misol. Oila 25 million so'm mikroqarz oldi, keyin kechiktirdi. Kollektor yoki qarz undiruvchi deb tanishtirgan shaxslar uyga kelib, ertaga narsalaringizni chiqaramiz deb qo'rqitdi. Bu noto'g'ri. Oddiy qarz undiruvchi sud qarorisiz uyga kirishga, mol-mulkni olib chiqishga, qariyani haqorat qilishga, qo'rqitishga haqli emas. Bunday holatda eshikni ochmaslik, suhbatni yozib olish, tashkilot nomini so'rash, yozma talabnoma so'rash va milgiy ichiga murojaat qilish mumkin. Birinchi nozik nuqta yagona uy masalasi. Ko'pchilik yagona uyim bo'lsa, hech kim ola olmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham mutlaq qoida emas. Ayniqsa uy aynan garov sifatida qo'yilgan bo'lsa, garov shartnomasi kuchli huquqiy oqibat tug'diradi. Shuning uchun bu yagona uy degan dalilni sudda ko'tarish mumkin. Lekin u garov shartnomasini avtomatik bekor qilmaydi. Sud har bir holatni alohida baholaydi. Shartnoma qanday tuzilgan, qarzdorlik qancha, tomonlar nimaga kelishgan, boshqa mol-mulk bormi? Voyaga yetmaganlar yoki himoyaga muhtoj shaxslar yashaydimi? Ikkinchi nozik nuqta, uyda ro'yxatda turish mulk egasi bo'lish degani emas. Ayrim odamlar men shu uyda propiskadaman, demak uy meniki deb o'ylaydi. Yo'q. Ro'yxatda turish yashash bilan bog'liq huquqlarni ko'rsatishi mumkin. Lekin mulk huquqi kadastr va hujjatlar bilan belgilanadi. Shunga qaramay, uydan chiqarish masalasida ro'yxatda turgan shaxslarning huquqlari ham hisobga olinishi kerak. Ayniqsa voyaga yetmagan bolalar, nogironligi bor shaxslar, yolg'iz qariyalar bo'lsa. Uchinchi nozik nuqta, notariusda imzo qo'yilgan bo'lsa ham hammasi tugadi degani emas. Agar odamni aldashgan, qo'rqitishgan, kasalligi sabab hujjatni anglamagan yoki shartnoma uning haqiqiy irodasiga zid bo'lgan bo'lsa, sudda e'tiroz qilish mumkin. Lekin men yana takrorlayman, bu og'zaki men bilmaganman bilan isbotlanmaydi. Dalil kerak. Masalan, o'sha paytda insultdan keyingi holat bo'lganini ko'rsatuvchi tibbiy kartalar, psixiatr yoki nevropatolog ma'lumotlari, guvohlar, telefon yozishmalari, pulning aslida kimga ketgani, qariyaning shartnomadan foyda ko'rmagani kabi faktlar muhim. 4-nozik nuqta. Majburiy ijro jarayonida ham huquqlar bor. Ijrochi kelganda ham hamma narsa tartib bilan bo'lishi kerak. Qaror nusxasi, ijro hujjati, ogohlantirish, muddatlar, baholash, savdo tartibi bo'ladi. Agar sizga hech narsa ko'rsatmasdan chiq deyishsa, hujjat talab qiling. Ijro harakati ustidan shikoyat qilish mumkin. Baholash narxi juda past bo'lsa, e'tiroz bildirish mumkin. Qarzdorlik qisman to'langan bo'lsa, bu ham hisobga olinishi kerak. 5-nozik nuqta, qarzni tan olish masalasi. Ba'zi odamga telefon qilishadi va qarzni tan olasizmi deyishadi. Odam qo'rqib ha deb yuboradi. Yoki mana shu arizaga imzo qo'ying, keyin sizga muddat beramiz deyishadi. Aslida esa u hujjatda qarz miqdorini, jarimani yoki yangi majburiyatni tan olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday ariza, tilxat, kelishuv, jadval, qayta moliyalashtirish shartnomasini o'qimasdan imzolamang. Birinchi qadam, uy hujjatlarini tekshiring. Kadastr hujjati, mulk huquqi guvohnomasi yoki elektron ko'chirma, oldi sotdi, hadya, meros, garov shartnomalari bor yo'qligini aniqlang. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, kadastr organi yoki davlat xizmatlari orqali ko'chirma oling. Uy kimning nomida ekanini aniq biling. Menimcha otamning nomida degan gap yetmaydi. Ikkinchi qadam, qarz hujjatlarini yig'ing. Kredit shartnomasi, to'lov jadvali, kafil shartnomasi, garov shartnomasi, bank xatlari, sud chaqiruvlari, ijro xatlari, qarzdorlik hisob-kitoblari hammasini bitta papkaga soling. Agar qarz beruvchi xususiy shaxs bo'lsa, tilxat, pul o'tkazmasi, yozishmalar, guvohlar haqida ma'lumotlarni yig'ing. Uchinchi qadam, qarzdorlik miqdorini yozma so'rang. Bank yoki kredit tashkilotiga ariza yozing. Mening shartnomam bo'yicha asosiy qarz, foiz, penya, jarima va jami qarzdorlik bo'yicha batafsil hisob-kitob berishingizni so'rayman deb. Og'zaki aytilgan summa bilan cheklanib qolmang. Ba'zan hisob-kitobda xatolik bo'ladi. Ba'zan jarima haddan tashqari katta bo'ladi. Ba'zan to'langan pul noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. 4-qadam, suddan qochmang. Agar sud chaqiruv kelsa, albatta boring yoki vakil yuboring. Sudda e'tiroz yozing. Masalan, qarz summasini tan olmasangiz, hisob-kitobni tekshirishni so'rang. Jarima haddan oshgan bo'lsa, uni kamaytirishni so'rang. To'lashga real imkoningiz bo'lsa, muddat yoki bo'lib to'lashni so'rang. Agar garov shartnomasiga e'tirozingiz bo'lsa, nega e'tiroz qilayotganingizni dalillar bilan tushuntiring. 5-qadam, majburiy ijro boshlangan bo'lsa, ijrochi bilan yozma ishlang. Og'zaki iltimos bilan cheklanmasdan ariza bering. Masalan,
ijro harakatlarini kechiktirishni so'rayman. Qarzni bo'lib to'lash imkoniyatini berishni so'rayman. Baholash natijasi bilan tanishtirishni so'rayman. Uyda yashovchi keksalar va voyaga yetmaganlar holatini hisobga olishni so'rayman. Arizangizdan nusxa olib, qabul qilingan sanasini belgilatib qo'ying. 6-qadam advokat yoki bepul yuridik yordamdan foydalaning. Men tushunaman, hammaning advokatga pul yetmasligi mumkin. Lekin kamida bir marta hujjatlarni mutaxassisga ko'rsatish juda muhim. Mahalla tuman adliya bo'limi, yuridik klinikalar, bepul maslahat xizmatlari, advokatlar palatasi orqali yo'l topish mumkin. 1 soatlik maslahat ba'zan butun uyni saqlab qolishga yordam beradi. 7-qadam bosim bo'lsa jim turmang. Agar kimdir qariyani haqorat qilsa, qo'rqitsa, uyingni yoqamiz, bolangni qamatamiz, hozir ko'chaga chiqaramiz desa. Bu oddiy qarz undirish emas. Telefon suhbatlarini yozib oling, xabarlarni saqlang, guvoh chaqiring, mil ichiga qo'ng'iroq qiling, prokuraturaga yoki ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada aniq yozing, kim qachon, qayerda, nima dedi. Qanday talab qildi, qanday dalil bor. 8-qadam oilada moliyaviy tartib o'rnating. Qarzni yashirmang. Ota-onangizdan imzo so'rayotgan bo'lsangiz, ularni xavfga qo'ymang. Faqat rasmiyatchilik degan so'z eng xavfli so'zlardan biri. Har bir imzo oqibatga ega. Agar biznesingiz xavfli bo'lsa, ota-onangizning yagona uyini garovga qo'ymang. Qarindoshlik ishonchi boshqa, huquqiy javobgarlik boshqa. Agar bankka murojaat qilsangiz, arizada shunday mazmun bo'lsin. Men falonchi falon shartnoma bo'yicha qarzdorlik holatini aniqlashtirish maqsadida asosiy qarz, foiz, penya, jarima va boshqa to'lovlar bo'yicha batafsil hisob-kitob hamda shartnoma nusxalarini berishingizni so'rayman. Moliyaviy ahvolini hisobga olib, qarzni qayta tuzish yoki bo'lib to'lash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar sudga e'tiroz yozsangiz, unda hissiyotdan ko'ra faktlar bo'lsin. Men qariyaman, rahm qiling deyishning o'zi yetmaydi. Qarz hisob-kitobida mana bu sana bo'yicha to'lov hisobga olinmagan, penya asossiz oshirilgan. Garov shartnomasi tuzilganda hujjat mazmuni tushuntirilmagan. Uyda 75 yoshli pensioner va nogironligi bor shaxs yashaydi. Qarzni 2 oy davomida bo'lib to'lash imkoni bor kabi aniq gaplar yozilishi kerak. Agar aldov bo'lgan bo'lsa, arizada buni ham aniq yozing. Menga hujjat mazmuni boshqa maqsadda tushuntirilgan. Men shartnomani o'qiy olmaganman. Imzo qo'yishim uchun ruhiy bosim o'tkazilgan. Pulni men olmaganman va undan foydalanmaganman. O'sha vaqtda sog'lig'im hujjat mazmunini to'liq anglashga imkon bermagan kabi holatlarni dalillar bilan ko'rsating. Men keksa tomoshabinlarga alohida murojaat qilaman. Hech kimning gapiga faqat ishonch bilan imzo qo'ymang. Hatto bu o'g'lingiz, qizingiz, kuyovingiz, keliningiz bo'lsa ham. Bu ishonchsizlik emas. Bu o'zingizni himoya qilish. Siz butun umr mehnat qilib uy qurgansiz, farzand katta qilgansiz. Endi keksayganingizda hujjatni tushunmasdan imzo qo'yib ko'chada qolish xavfiga tushmasligingiz kerak. Agar notariusga olib borishsa shoshilmang. Menga hujjatni ovoz chiqarib o'qib bering deng. Bu hujjatning oqibati nima bo'ladi? deb so'rang. Uyim garovga qo'yilyaptimi? Men kafil bo'lyapmanmi? Agar qarz to'lanmasa mendan nima talab qilinadi? deb aniq savol bering. Agar javobdan ko'nglingiz to'lmasa imzo qo'ymang. Notarius xonasidan chiqib ketish sizning huquqingiz. Farzandlarga ham ochiq aytaman. Ota-onaning uyini qarz uchun garovga qo'yishdan oldin 10 marta o'ylang. Biznes yurishmasa, bozor pasaysa, kasallik bo'lsa, ish to'xtasa, kreditni kim yopadi? Ota-onangiz pensiyasi bilan bir dehim million, 200 million, 300 million qarzni yopib bera olmaydi. Bir oyda aylanma qilib yopaman degan gap ko'pincha reja emas, xayol bo'lib qoladi. Agar ota-onangizning uyini yo'qotsangiz, bu faqat moliyaviy zarar emas, bu oilaviy fojia, ruhiy zarba va umr bo'yi ketmaydigan ayb bo'lishi mumkin. Bugun aytganlarimning eng muhim mazmuni shuki, qarz borligi uydan darhol haydash degan emas, lekin garov, kafillik, sud qarori va majburiy ijro bo'lsa, vaziyat juda jiddiylashadi. Har bir imzo, har bir shartnoma, har bir sud xati e'tiborsiz qolmasligi kerak. Qariyalarni qo'rqitish, aldash, hujjatni tushuntirmasdan imzo oldirish, sudsiz uydan chiqarishga urinish qonuniy yo'l emas. Lekin o'z huquqingizni himoya qilish uchun siz ham vaqtida harakat qilishingiz kerak. Hujjatlarni tekshiring, qarzdorlikni yozma aniqlang, suddan qochmang, ijro jarayonida ariza bilan ishlang. Bosim bo'lsa shikoyat qiling va mutaxassisdan maslahat oling. Eng muhimi, ota-onangizning yagona uyini vaqtincha deb xavf ostiga qo'ymang. Sizning atrofingizda shunday holat bo'lganmi? Qarz sabab qariyalarni qo'rqitishganmi?
Uyini garovga qo'yishganmi? Sud yoki ijro bilan muammo bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan xulosa chiqarsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video bitta oilani uyidan ajrab qolishdan saqlab qolishi mumkin.